O'zbekiston pensionerlariga noxush xabar. O'zbekistonda endilikda pensiya berish to'xtatiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, tezkor xabar. O'zbekistonda barcha pensiya oluvchilar, endi pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar xabardor bo'lsin, tezkor xabarlar tarqaldi. Tezkor, endilikda pensioner O'zbekistondan chiqib ketganida pensiya unga qanday to'lanadi? Davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, bugungi kunda pensioner O'zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqib ketib, 3 oydan ortiq vaqt mobaynida O'zbekistonga qaytib kelmaganida pensiya to'lash unga vaqtincha to'xtatiladi. Bunda vaqtincha to'xtatilgan pensiyani to'lash pensioner O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng yana qayta tiklanadi. Eslatib o'tamiz, fuqaro O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng olinmay qolgan oydagi pensiyalarning 24 oyligini olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda pensiya puli pensiyani olish maqsadida murojaat etilganidan keyin 24 oydan oshmagan davr uchun to'lanadi, deyiladi xabarda.